Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana hozir bahor faslida har xil turdagi ko'chatlar, gullar ekilyapti. O'shalarga biogomislar dastlab qilib bermoqdamiz. Biogomislarimiz 1 yil davomida Kaliforniya chuvalchanlari yordamida qayta ishlangan hamda hozir mana elash jarayoni hamda qoplash, upakovka qilish jarayonlari amalga oshirmoqdamiz. 05 setkada o'tgan. Mana juda ham qop-qora, juda ham yaxshi sifatda qilib ishlagan. Mana shu biogomislarimizni hozir o'z klientlarga yetkazib bermoqdamiz. Mana upakovkalarimiz 5 kilolik, 10 kilolik upakovkalarimiz bor. Ularni ham ulgurji narxda olishingiz mumkin. Hozirgi kunda gul do'konlari, vitapitkalar hamma joyda olishyapti. 10 kilolik, 5 kilolik. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz mutoqa tekin. Qo'shimcha savol va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz.